Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli brifing qatnashchilari. Bugungi brifingimiz Boyovut tumani madaniyat bo'limida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida bo'lib o'tadi. Boyovut tumani madaniyat bo'limida jami 4 ta madaniyat markazi mavjud bo'lib, bular 19-sonli Boyovut madaniyat markazi, 20-sonli Hurriyat madaniyat markazi, 21-sonli Bahor madaniyat markazi, 22-sonli Istiqlol madaniyat markazlari o'z ish faoliyatini olib bormoqda. Ushbu markazlarda jami 13 turdagi to'garaklar mavjud bo'lib, bu to'garaklarda mutaxassislar o'z ish faoliyatini olib bormoqda. Bu to'garaklarga jami 150 ga yaqin san'atga, madaniyatga qiziqqan yoshlarni qamrab olingan. Joriy yilning o'tgan 9 oy mobaynida Boyovut tumani madaniyat bo'limi tomonidan madaniy ma'rifiy hayotni yuksaltirish, milliy qadriyatlarimizni keng targ'ib etish, aholi va yoshlarni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish hamda ularni estetik didini shakllantirish yo'lida keng qamrovli ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Mazkur davr mobaynida o'tkazilgan tadbirlar nafaqat badiiy estetik ahamiyati, balki tarbiyaviy jihatdan ham alohida ahamiyat kasb etadi. 9 oy mobaynida tuman madaniyat bo'limi tomonidan xalqimizning azaliy urf-odatlari, an'ana va qadriyatlarni ulug'lovchi, yosh avlodni vatanparvarlik, insonparvarlik, mehr-oqibat va birdamlik ruhida tarbiyalashga qaratilgan turli xil tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. Xususan, yangi O'zbekiston jonajon o'lkam, qadriyatlaring boqiy bo'lsin Navro'z, yangi O'zbekistonda el aziz, inson aziz, qadriyatlar qadrlangan yurt, umummilliy birdamlik festivali, 3 avlod uchrashuvlari kabi yirik shiorlar ostida bayramona konsertlar, madaniy ma'rifiy uchrashuvlar, ko'rik tanlovlar va teatrlashtirilgan chiqishlar tashkil etilib kelindi. Har chorakda o'tkazilgan hisobot konsertlari, havaskorlik jamoalari, to'garaklar faoliyati orqali san'at ixlosmandlari, ayniqsa yosh iste'dod egalari o'z mahoratlarini namoyon etish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Xususan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-fevraldagi PQ 112-sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida tumandagi jami 55 ta umumta'lim maktablarida Turon maktab teatri tanlovi, Iqtidor maktab ansambli kabi ko'rik tanlovlarida qatnashgan o'quvchilar o'z sahna chiqishlari, musiqiy va badiiy ijrolari bilan keng jamoatchilik e'tiborini qozonib, estetik didni shakllantirishda muhim qadam tashladilar. Shuningdek, Dolzarb 90 kun yozgi loyihasi doirasida yoshlar uchun qiziqarli konsert dasturlari, madaniy ma'rifiy tadbirlar uyushtirildi. 2025-yil 9 oy mobaynida Boyovut tumani madaniyat bo'limi tomonidan jami 120 dan ortiq yirik madaniy tadbirlar o'tkazildi. Ularda umumiy hisobda 11500 nafardan ortiq aholi ishtirok etdi. Shundan 8000 nafari yoshlar turli tanlov, festival va konsert dasturlarida bevosita qatnashib, o'z iqtidorlarini namoyish etib kelishdi. Shu davr mobaynida o'tkazilgan har bir tadbirda o'zining milliy ruhiyati, ko'tarinki kayfiyati va tarbiyaviy mazmuni bilan alohida ahamiyat kasb etib kelmoqda. Konsertlarda milliy va zamonaviy qo'shiqlar, teatr tomoshalari, askiyachilar chiqishlari, yosh iste'dodlarning she'rlari va raqslari namoyish etilib kelinmoqda. Tomoshabinlar qalbiga ezgulik, mehr-oqibat va g'urur tuyg'ulari singdirishda xizmat qilgan bunday tadbirlar aholining madaniy hayotini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi. Xulosa o'rinda shuni ta'kidlab o'tish joizki, o'tgan 10 oy davomida Boyovut tumani madaniyat bo'limida berilgan topshiriqlar bo'yicha izchil va samarali ishlar amalga oshirildi deb umid qilamiz. Shu o'rinda kelgusida ham yangi tashabbuslar, yangi g'oyalar, tumanimizdagi madaniy ma'rifiy hayotni yuksaltirish yo'lida kengroq ishlarni amalga oshirishga harakat qilamiz. Brifingimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.